Kim? Abdurahmon Shirmoy. Qo'llarim ishlashmadi. Buni olib qo'yib qo'yaman, ha? To'xta, aka. Ko'rsating, mana bu kabi nonlari, mana nonlari. Pizza qilib qo'ymasangiz bo'ldi oxirida. Qarab tur. Menga yoqish kerak-ku. Shunaqa keshuv qing'ir chiqadi. Chiqsa hali aka-ku. Qani tushib ketishi bor olovni ustiga. Bunaqa neobishniy shartlarni qayerdan topaman? Ustiga olovni balandroq qilib bermaysizmi? Shug'am? Ma'natda tura olmaysan o'zing. Men turmayman-a. Yo'q, men o'z tuklarim kuyapti. Voy, chalpay chiqib ketdi non. Voy, aka qilgan naqshingizni bitta ko'rsating menga naqshingizni. Hop. Hoppa. Voy. Mana. Yopishdi. O'xshadi. Qani. Qaqishdi. Tushdi. Non tushdi. Qani. Mana shu turibdi. Mana, eshigida turibdi mana. Ha, nima qiling hozir? Shoshib qolamiz. Ha. Hozir mashinani men yana uraman. Qani qati ko'rdingiz, bitta ko'ring, cho'ta usti urib qo'ydingiz-da. Oy, basharani qizdirib yuboryapti-yu. Mani hisobiga tushib ketgani ham tushuntirib bera olayman. Udardan tashqari ushab turish kerak ekan 1-2 sekund. Men usholmadim. Issiq-a? Ha, issiq. Hozir 1 minutdan keyin yulaman. Qaymoq bilan shu tuzni tiqasan. Men shu shouga chiqqanimda shunaqa mazza qilaman. Ana Toshkentda abukamga qildirib olmagan ishlarimni qildirib olaman-da. Men nonlarim qizaryapti. Sen meni dardim. Menga qiziq bo'lyapti nonlar qanaqa chiqishi. Men mashti odamlardan so'raymiz. Mashinonni yeb bo'ladimi deyman. Agar hamma "ha" desa, keyin hisobga o'tadi. Yo'qmasa yana qaytadan yopasiz. Qani u? Mana usta etsinlar. Yesa bo'ladimi bu nonni? Endi videoga olib bering, men mazza qilib yeb olay. Bu men uchun yopildimi? Bo'ldi. Men uchun xizmat qildingizmi? Bo'ldi. Qaysi u? Oh, voy. Bismillah. To'g'risini tur. Hisob. Bajardik. Sizga rahmat. Men o'zimga ishonardim. Bilasizmi nimaga? Chunki onam har doim aytadilar, o'g'lim sen nima ish qilsang ham hammasini o'xshatasan deydilar. Yo'q. Yaxshimi? Zo'r.